Sizlarga ajoyib joydan, ya'ni Qarshi shahar 7-mikrorayonga qaraydigan 4 qavatli domda 2-qavatida joylashgan, o'rtoqlikda joylashgan 3 xonali uyga kelganmiz. Sotiladigan joyimiz, hamma narsalar bilan, jihozlar bilan tashlab ketaman deyishyapti. Kelib, ko'rib, savdo qilib olishlari mumkin. Narxini oxirida aytaman. Endi to'liqroq tushuntiradigan bo'lsak, asosiy eshigimiz, perexoshkasini ko'rishingiz mumkin, anchagina keng. Endi kirishingiz bilan to'g'rida zal, spalni xonamiz, detskiy xonamiz, sanuzelari alohida bu tarafda esa oshxonamiz joylashgan. Kir mashina qo'yilgan, xolodilniklar bor. Endi oshxonani ko'rsatadigan bo'lsak, oshxona jihozlariga bitta e'tibor berasizlar. Oshxona jihozlari ham yaxshi holatda turibdi. Bu tarafda Wi-Fi, televizor, yana nima balolardir bor ekan. Endi xonalariga o'tadigan bo'lsak, birinchi xonamiz zal. Mehmonxona sifatida foydalanishgan, ko'rishingiz mumkin. Hamma narsasi qoladi deb aytdim. Konditsioner o'rnatilgan, televizor o'rnatilgan. Bemalol mehmon kutib olsangiz bo'ladi. Bu tarafga sanuzellar alohida hojatxonamiz. Bu tarafda esa yuvinish xonamiz, gaz, suv, svetda muammo yo'q ekan. Tekshirib ko'rdim o'zim. Bu yerda spalni xonamiz joylashgan. Qishda isitish tizimi davlat tarafidan ishlaydi va davlat tarafidan ishlashini mana shu stek orqali bilsangiz bo'ladi. Mana shu xonadonim sotiladi. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol kelib ko'rib, savdo qilib olishlari mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 42 ming dollar deyishyapti. Yana kelishtirib beradigan joy bor. Kelib, ko'rib, 2-qavatdan uyingizlarga jo'natib, savdo qilib olishlari mumkin.